Endi men shu qizim orqasidan şeyga. Shuni qataribman. Hokimda o'qiyapman, boshlarni o'qiyapman deb o'tiribman. O'zim og'lab o'tirib. Xudo rozi bo'lsin, yedirib ichirib bu uylarda o'tqizgani yo'q, xudo rozi bo'lsin demoqdaman. Hammanglarga rahmat. Kelishmadimi shu bo'yi? Yo'q, kelishgan. Qizingizlar? Yo'q, qizlarim. Men qizlarimga uylar, xotin kishi o'tiribman, yer olib uylar qilib berdim, mayli. Xudo menga ko'z bilan qo'ya bergani uchun ko'rgandirman deb Xudodan minnatdorman. Nimaga sol ko'rib o'tsam qaydan qilardim degani o'zimni o'zim ulardan xafalikka o'zim oldim. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Olib kelaymi? Yo'q. Menichi yaxshi o'lib ularni kuygandan qo'ymay kuyganimda. O'likini aytib deb chiqyapsiz. Tirikini otangizga yo opangizga ayta olmaysizlar, bolalarimchi. Tirikini o'ta yomon. Men bilmadim, ko'rganim yo'q. Men yaxshimanmi? Shu tenglarimdan benosib bo'ldim, yurtimdan benosib bo'ldim deb bolalar orqasidan bo'ldim. Qo'shnilarim sizda qalar, bunda qalar, olib ketamiz dedi. Ular ashayda ham o'tkazmadi. Ota-onalaringizga